Food City. Shuncha kelganman, lekin hech ichkariga kirmagan edim. Hozir kirib ko'ramiz-da. Avtobusning stankilari bilan Daftar shoh bekat. Biz shu tomon meva-cheva, bu katta supermarket ekan endi. Food City ichida ekan. Kimligini ko'rsatish kerak. Mumkin. Shuncha narsa bor ekan aytdi. O'pin joy ekan, o'pin joy. Hozir. Juda katta ekan ichi, qarochi. Shirinlikdan tortib meva-cheva hamma yo'q bor lekin. Ko'pchilik ochilmagan ekan. Endi shakanon, asal. Здравствуйте. Asal. Xullas hamma yo'q bor ekanda bu yerda. Absolutno hamma bor. O, naryoqda go'shtli mahsulotlar ham bor ekan. O, naryoqda kolbasni izlaylar ham bor. Juda katta joyda ekan, lekin bor-ku. Juda katta joyda ekan. Spetsiyalar. Hamma yoq bor. Salatlar ham bor ekan mana bu yerda. Koreyskiy salatlar. Hamma yoq bor. Birinchi marta kirishim zo'r ekan ekan. Bu yerda bu tomon makaron, guruch, shakar, shunga o'xshagan joylar. Makaron kattaligini mana katta joy. Katta ekan. Farg'onani bozoridan kattaga o'xshayapti joy. So'g'li bozor. Saskilar qoplari bilan yo'qlar. Talay mos kelin ya o'zing do. Mana baba. Mamana. Sütlü mahsulotlar. Hamma yo'q bor xullas, bor-ku bu yerda. Даже mana kiyim mahsulotlari ham bor ekan. Sütlü mahsulotlar qatori.
Gap yo'q lekin. Tuzlamalar. Чеснок, qodiring. Aziz tuzlamalar qishga kompotlargacha bor ekan. Salatlar. Tuzlamalar har xil bor ekan, o'tgan. Nech pul ekan 3 litr bodring? 50 ming so'm. Bonkasi bilan, a? Anaqachi bu tomatni so'kshi? 55 ming. Xullas juda katta joyda joylashgan. Ikkinchi qavat ham bor ekan, qarang. Kiyim-kechaklar xullas. Hali ochilmagan, menimcha sal kechira olsa kerak. Bu yerda hamma yo'q bor xullas bor. Hamma yo'q bor. Idish tog'larigacha. Idish tog'larigacha. Chaqchuqdan tortib oziq-ovqat mahsulotlari yu narigi tomonda oshxona ham bor ekan. Kattaligini sizlarga masshtab kattaligini. Juda katta joyda.